mehribon otajonlari, volida muhtarama onajonlarini badiiy markazimizga mikrofon qarshisiga marhabo aylab qolamiz. Kuyovdira Muhammadjonni mehribon otajonlari To'lqinjon ukamiz, volida muhtarama onajonlari Navbahor singlimiz, To'lqinjonni akalari Yoqubjon ukamiz, Sunnatullo ukamiz, qolaversa Kuyovdira Muhammadjonni tog'alari Ilhomjon ukamiz, singlimiz Navbahorxonning opalari Munavvarxon, Kuyovdirani ammalari Dilorxon hamda katta onajonlari Dilnoraxon singlimiz. Shuningdek, bugungi kechamizning malikasi bo'lmoq kelin podsho Misolxon singlimizni volidai muhtarama onajonlari Umidaxon singlimiz albatta o'zlariga yaqinlari bilan Gavramiz markazi mikrofon qarshisiga chiroyli istaklari uchun marhabo aylab qolamiz. Marhamat aziz ota-onalarimiz, kelin farzandlarga bo'lgan chiroyli dil isbotlari. Bugungi kechamizning shahzodai malikalarini Visol oqshom kechalari bilan muborakbod etmasligiga umiddamiz. Marhamat. Davraga To'lqinjon ukamiz, Yoqubjon, Sunnatullo, Ilhomjon, marhamat kelinglar. So'zni avvalambor otalarimizdan boshlasak, bundan keyin vajonlari Umrxonim agar shu yerda bo'lsangiz, marhamat keling vajonlari. Mikrofonni olib boring. Marhamat. Bemalol. Onajonimiz avvalambor sizga nabira to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Qariydi bugungi baxtli kelin-kuyovlarni baxtini tilab ketsangiz, to'ylari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Shukr, aziz do'stlarim. Kuyovlarga rahmat. Hammalar Alloh ko'rgan nozik ne'matlarni yeb o'tiringlar. Kuyovlarga rahmat. Ikkalasi baxtli bo'lsin. O'qishim balay bo'lsin. O'g'il bola qizlar bo'lsin. Nima niyatlaringizni yashirmaysiz. Juda chiroyli qarsang bo'lsin onajonlarimiz uchun. Marhamat Yoqubjon, avvalambor sizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Shukronga hozir berganlar. Hammaga rahmat. Xush kelibsizlar. Shu ikkala yoshga vaqt berman. Nima yaxshiliklar bo'lsa shularga yetsin. Rahmat, juda chiroyli olqishlab qo'yamiz otajonlarimizni. To'lqinjon ukamiz, avvalambor sizga to'ylar muborak bo'lsin. Bugun mana sizni ostonangizga Misolxondek kelin emas, qiz qadam qo'ymoqda. Mana shu qizaloqimizni qo'ygan qadamlari qutlug' bo'lsin. Allohim kelgusi yillarga sizlarga shirindan shakar nabiralar ato etgan bo'lsin. Qariydi yurakdan chiqadigan samimiy shirin tilaklar farzandlaringiz uchun. Avvalambor to'ylari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Mening bolalarım sog' salomat turib, ularni sanani har bir kuni ko'radim. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz azizlar To'lqinjon ukamizni. Marhamat, Kuyovdira Muhammadjonning tog'alari Ilhomjon ukamiz to'ylari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz xudolar, mana shu yerga tashrif buyurgan aziz insonlar. Shu 2 yoshli baxtiga guvoh bo'lamiz deb kelib, yaxshi niyat bilan sizlar o'tiribsizlar. Inshaalloh shu yoshlarning baxtini taqdir bersin, o'zlaridan o'zlari ko'paysin. Shu To'lqin pochcha aytgandek, sanani hamma kelin-kuyovlardan boshlagan niyatim bor. O'zlaridan o'zlari ko'paysin, rahmat qilib. Rahmat, chiroyli olqishlar bo'lsin. Sunnatullo ukamiz to'ylari muborak bo'lsin. Rahmat, marhamat, Munavvarxon singlimiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qariydi yurakdan chiqadigan samimiy shirin tilaklaringiz. Assalomu alaykum. Shu ko'chalarga yig'ilgan aziz mehribon mehmonlarimiz ham meni avvalambor xush kelibsizlar.
To'lqinjon singlim Nobobora xonadoniga bilan sababchilar bugun bugun sunnatulloh kelinimiz Musolatxon hamlarga baxt tilayman, baxtini taqdirlayman. Hamisha baxtli bo'lib, ota-onalarni izzat hurmat qilib, islomni hamda kelin-kuyovlardan bo'lib yurishlariga tilakdoshman. Baxtli bo'linglar balarim. Xush kelibsizlar Xudojonlarga. Rahmat. Ammalari, katta bajonlari marhamat kelinglar. Bugungi baxtli kelin-kuyovlarni misol oqshom kechalari bilan muborakbod etasiz. To'ylari muborak bo'lsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana biz bugun mana shu 2 yoshni ilk baxtli kunlarda o'tirar ekanmiz. Mana shu yuqorida aytilgan barcha yaxshi tilaklarga, ezgu niyatlarga qo'shilgan holda Muhammadjon kelinimiz bilan baxtli bo'lishlarini tilaymiz. Boya To'lqinjon aytgandek eng namunali baxtli oilalardan bo'lib mana shu xonadonimizda doim kulib kirib, kulib chiqib yurishlarini, bir-birlarini hurmat qilishlarini tilab qolamiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, doim sog' salomat yuringlar. Avvalambor assalomu alaykum. Shu xonadonimizga xush kelibsizlar. Janjolar bizga kerak, biz qizimiz qadamimizga qasd qo'shilgan Musolatxon. Ikkovingga baxt tilayman, baxtdan taxt tilayman. Doimo baxtli bo'linglar. Oilamizning eng yaxshi kelin-kuyovlari bo'linglar. Rahmat keraklarga. Oldinglarga noz-ne'matlardan marhamat, xush kelibsizlar. Xudojonlarga ham xush kelibsizlar. Marhamat, kelin poshi Musolatxon singlimizni yaqinlari, bajonlari, ammalari, xolalari to'ylari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz va azizalarim. Xudolarimiz dargohlariga xush kelibsizlar jonidillar. Mana bugun Muhammadjon kuyov bilan Musolatxon qizim bilan Xudoyim bilan taqdirlarini birlashtirib, taqdirlarini qo'shib deylar baxtli bo'lsinlar. Baxtdan taqdirlayman jonim bilan, sizlarni hamrohinglar bo'lsin jonim balarim. Baxtli bo'linglar, mehr beringlar, mehr olinglar jonim balarim. Har bir mana shu uydagi har bir katta kichik insonni mehriboni bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar, baxtinglarni bersin. Allohim o'zinglardan ko'paytirib, oliy ne'mat qilishlarni bersin. Hamisha yaxshi kunlaringizda birga bo'laylik jonim balarim. Baxtli bo'linglar. O'ta chiroyli olqishlab qo'yamiz onajonlarimizni. Marhamat, onajon to'ylari muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar, xudojonlarimiz xonadoniga xush kelibsizlar. Mana bugun ikkala yoshni baxt uyida o'tiribmiz. Men o'zimga berilgan fursatdan foydalanib, bu ikkala yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxtdan taxt tilayman. Doimo yuzlaridan kulgi, tabassum arimasin. Sog' salomat, eson-omon o'ynab kulib, hovlini to'lg'azib yursinlar. Rahmat, opajonim to'ylari muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Avvalambor mana shu xonaga xush kelibsizlar. Mana bu 2 yosh juvonimizni kiritamiz. Muhammadjonlar Musolatxonga uzoq umr, baxt, saodat, kelajakda mana dunyodagi borki hamma yaxshiliklarni sizlarga tilaymiz. Alina namunali yaxshi kelin bo'lishingga tilakdoshmiz. Qaynoqaynotalarni hurmat qilib, izzat qilib, akamlar aytgandek hurmat qilib, o'zingizga izzatli, hurmatli bo'lib yurishinglarga tilakdoshmiz. Shunday baxt tilaymiz. Sizga ham baxt tilaymiz. Yana tashakkur. O'ta chiroyli qarsak bo'lsin azizlar. Marhamat. Volidai muhtaram onajonlarimiz Nobahorxon, Umidaxon avvalambor sizlarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, farzand ham ota-onaga ilinib tursin. Mayli yurak bag'ri tilinib tursin. Joyi kelganda qarsayni shunday cholinglarki, To'lqinjonning xonadonida to'y bo'layotgani bilinib tursin. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Nobahorxon, Umidaxon, mana qudachilik rishtalarini bog'labsiz. Mana shu bog'layotgan qudachilik rishtalaringiz 1000 yilchiliklarga cho'zilsin. Allohim kelgusi yillarga
farzandlaringizga shirindan shakar nabiralar ato etgan bo'lsin. Hamisha topganingiz yaxshi kunlar, to'ylarga buyursin. Biz hech kimdan kam emasmiz. Boshimizda otam birdan, onam bor. Otam bordir, davlatim bor, onam bordir, jannatim. Baxtimizga sog' bo'lsin shu ikki omonatim. To'ylar muborak bo'lsin. Qani endi yurakdan chiqadigan samimiy, shirin niyatlaringiz. Doimo baxtli bo'lsinlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Shu xonadonga kelgan aziz mehmonlar, azizlar, azizalarim, xush kelibsizlar. Mana bugun bizning xonadonimizga 3 ta o'g'lim bor edi, qizim yo'q edi, armonim bor edi. Birinchi qizim ilk bor keldi. Men bobolarimga baxt tilayman. Allohim mustahkam baxt bersin. Tuganmas davlat, oilaviy xotirjamlik, shirindan shakar, solih va soliha farzandlarni bersin. Qo'shganlaringlar bilan qo'shaqaringlar, vaqtinglar bitim bo'lsin. Hamisha mana shunday ochilib, kulib, meni xursand qilib yursanglar bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat chiroyli olqishlar uchun. Qani endi biz uchun aziz bo'lgan onajonlarimiz, otalarimizni davraga raqsga chorlaymiz.
Endi albatta ukamiz To'rmanjonning volidai muhtaram onajonlari Qumrixon xolamni jo'ralari ham tashrif bergan ekan. Hozir mana shu onajonlarimiz nomidan Rohatoy opamizni mikrofon qarshisiga marhabo aylab qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Ushbu koshanaga xush kelibsizlar. Bugun biz Qumrixonni nevarasini baxtli iftor kechasida o'tiribmiz. Biz kampirlar nomidan unga uzoq umr, sog' salomatlik tilaymiz. Sog' salomat bugun baxtli bo'lsin.
Navbahorgina belasimizni kesing. Navbahor singlimiz keling. Kubrijon xolamni jo'ralari nomidan arzigulik esdalik sovg'alarni qabul qilasiz. Sizga to'ylar, to'yonalar muborak bo'lsin deb qolamiz. Topganingiz yaxshi kunlar to'ylarga bersin. 2 yoshga vaqt tilagan holda onajonlarimizni endi albatta raqsga chorlaymiz. Bitta o'ynaymiz endi, nima bo'lsa ham bo'ldi. Bugun to'y, bugun bayram. Onajonlarni raqsga marhabo aylab qolamiz. Madaminjon, marhamat, onajonlar uchun bir juft dilrabo qo'shiq yanglaydi. Rahmat onajonlarimiz dunyo turguncha turing deb qolamiz. Endi albatta aslan ushbu xonadonga to'ylar muborak. Ukamiz To'lqinjon hamda singlimiz Navbahor sinfdosh yigit qizlari, do'st jo'ralari, ayollari bilan tashrif buyurgan. Hozir davraga To'lqinjonning sinfdoshlari nomidan mana shu Razzoq shahri deputatlaridan ukamiz Olimjon Qo'ziyev, yonlarida sinfdosh qizlaridan Dilafruz singlimiz, jo'ralaridan Madaminjon ukamiz, ayollari nomidan Shohidaxon, Navbahor singlimizning sinfdosh qizlari Gulbahor singlimizni badiiy markazimiz mikrofon qarshisiga marhabo aylaymiz. Marhamat sinfdosh yigit qizlar, do'stlar, jo'ralar, davramiz sizlarga muntazir. Hayot berilgan bir lahza bizga. Ayriliq og'irdir bir-birimizga. Iltimos do'stlarim, bitta gap sizga, mehrli bo'laylik bir-birimizga. Olimjon sinfdoshlarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu Koshonga kelgan aziz mehmonlar, bugun juda baxtli kundamiz. Sinfdoshim akam To'lqinjon keladi. Akam bo'ladimi? Bizlar sonrasiga xush kelibsizlar. Bugun qo'shaloq to'y o'g'limiz, qizimiz ham o'zimizga. Qo'shon sinfdoshimizni qizi bu ham o'zimizning qizimiz. Shunday baxtli kunda o'tirganimizda juda xursandmiz. Nima demoqchiman? To'yga baxtli bo'linglar. Ota-onaning duosini olinglar. Ota-onaning duosini hech qachon kam qilmaydi. Farzandlar bundan ham baland bo'lsin. So'zimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hammalar xush kelibsizlar. Mana sinfdoshim Olimjon gaplariga qo'shilaman. Yoshlar vaqtli bo'lsinlar.
Mana sinfdoshim bilan Tavobatjon Nobahor xizmatlarini qilsalar, ismanamizdan kuyovlari ishlariga tilakdoshman. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana biza sinfdoshimiz Nobahorning farzandlarini baxt ularga o'tirimiz, ularga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Iymonli, insofli farzandlarni tilaymiz. Nobahor, farzandlaringizni orzu havas kamolini ko'ring. Sizga mingga dunyo saodatini tilaymiz. Baxtlariga ko'z tegmasin. Sinfdoshlar nomidan to'yonamiz bor, kamina shuni berib qo'ysan. Rahmat. Marhamat, Nobahorxon singlimiz To'lqinjon sinfdosh yigit-qizlar nomidan arzigulik esdalik to'yonalarini qabul qilasiz. Aytmoqchi edim, arzigulik sovg'amiz bor. Kelin kuyovlarga o'ziga yarasha, o'ziga yoqqan narsani o'tkazadigan o'tamiz. Sovg'alar muborak bo'lsin, to'ylar muborak. Qaniydi jo'ralar do'stlar nomidan Madaminjon ukamiz. Madaminjon oramizda bo'lsangiz kelasiz mikrofon qarshisiga. Shohidaxon ayollari nomidan. Yoshlarni bugungi quvonchli baxtli kunlari bilan muborakbod etamiz. Biling g'animatmiz bir-birimizga. Dunyoda mehrdan kuchli nima bor? Shirin so'z aytishdan to'xtamang zinhor. Sizni bog'lab tursin mehr va diydor. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mashhur zamonashda yaxshi niyatli qo'shilgan holda mana o'rtog'imga yaxshi xizmatlar qilsalar o'sha narsada keladigan to'g'rilarni baxtlaymiz, azmiy sog'lig'imizni berib qo'yamiz. Marhamat, sovg'alarni qabul qilasiz do'stlar jo'ralar nomidan. Mana shu sovg'alarni bir chekkasidan 2 yoshga asal oilaliga fotoga olasiz deganini aytamiz. Shohidaxon singlimiz, shundaymi? Shohidaxonni chaqiramiz mikrofon qarshisiga. Jo'ralarni ayollari nomidan keling, 2 ovoz shirin tilak bildirib, bugungi baxtli kelin kuyovlarni baxtini tilab ketsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Zoyaqdan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun bizning o'g'limiz baxtli kunlardan biri. Biz bu ikkala yoshga baxt tilaymiz, baxtdan tilaymiz. Har doimgi kunlari mana shunday chiroyli o'tishini Allohdan so'rab qolamiz. Kelasi shu yil ikkalasini 5 to'ylarga kelaylik. Doim umidlarimiz bo'lsin, ulardan ko'payib, ota-onalariga xizmat qilib, Ashxobod shahrimizni eng aldi kelin kuyovlardan bo'lishiga tilakdoshmiz. Baxtli bo'ling. Rahmat singlim. Qaniydi 2 yoshga baxt tilagan, mana shu xonadonga to'ylar muborak deb tashrif bergan To'lqinjon ukamiz, Nobahor singlimizni birga o'qigan sinfdosh yigit-qizlari hamda do'sti jo'ralarini davraga raqsga chorlaymiz.
İslam yaşlı çağlarım Bana olsaydım Beyzim karşılarım Gözden akar yaşlarım İslam yaşlı çağlarım Bana olsaydım Say
senga qarayman, yulduzlardan so'rayman, sevgan yorim bormi deb men izidan boraman. Uyda yurganimni, ishqida kuyganimni, tarixini yozganimni bilarkan yorim. Uyda yurganimni, ishqida kuyganimni, tarixini yozganimni bilarkan yorim. Rahmat sinfdosh yigit qizlar, do'sti jo'ralar, asqotgan bo'lmaydigan
Hozir qo'shni do'stlar nomidan davraga Salimaxon singlimiz hamda Navbahorxonni akalarini kelinoyisi Yulduzoy singlimiz, Qolabachchalar nomidan Intizorxon singlimiz. Qolaversa To'lqinjonni Amabacha Tog'abachalari nomidan Muhayyaxon singlimizni davramiz markazi mikrofon qarshisiga chiroyli istaklar uchun marhabo aylab qolamiz. Marhamat Salimaxon, qo'shni do'stlar, qo'shni jo'ralariga ham avvalambor to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Bugungi baxtli kelin-kuyovlarga bo'lgan chiroyli dil izhorlaringiz. Assalomu alaykum, muzoyaqadan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Avvalambor ishtirokga xush kelibsizlar. Mana bugun biz o'g'limiz Muhammadjon kirib kelayotgan mana yangi kelinimizni salohatlarini to'ylarda o'tirar ekanmiz. Men ularga uzoq umr baxt saodat tilayman. Oltindan taxt emas, barmoqday baxt tilayman. Ulardan baxtli bo'linglar, hamisha yaxshi yurib shu ko'chani oldi kelin-kuyovlardan bo'linglar, Navbahorga yaxshi xizmatlar qilinglar. Xush kelibsizlar yana. Sovg'alarimiz bor edi. Shuni Navbahorga topshirib chiqishga ruxsat etasizlar. Navbahor singlimiz, qo'shni do'stlar, qo'shni jo'ralar nomidan arzigulik, esdalik, sovg'alar, to'yonalarni qabul qilasiz. Sizga to'ylar, to'yonalar muborak bo'lsin deymiz. To'lqinjonni Amabachalari nomidan, Tog'abachalari nomidan Muhayyaxon singlimiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Meni mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Mana bugun o'sha aytilgan barcha yaxshi niyatlarga qo'shilgan holda ikkala yoshga baxt tilayman, baxtli bo'lsinlar, ota-onalariga xizmat qilsinlar. Hamisha kunga o'tayotgan kunlari mana shu bugungi kundek o'tsinlar. Bizni mana shu qarindosh urug'lar, Tog'abachcha, Amabachalar nomidan to'yonamiz bor edi, Navbahorga berib qo'ysin. Rahmat. Mana qator sovg'alar kelmoqda. Muhammadjon hamda Risolatxonga kerakli narsalarni olib berasiz degan umiddamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Yulduzoy singlimiz Intizorxon, marhamat kelinglar. Avvalambor assalomu alaykum, mana shu davraga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana biz ikkala yosh Sunnatullo hamda umr yo'ldoshlari to'ylarda o'tiramiz. Men ularga baxt saodat tilayman. Har doim mana shunday xursandchilik kunlarda yuringlar. Kelgusi hayotlaringizda suvi tinib, osmondek musaffo bo'lib o'tishiga tilakdoshman. Hafta singillar nomidan har xil sovg'amiz bor, berib qo'yamiz. Avvalambor assalomu alaykum, uzoqdan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu Pochjon bilan opamni xonadonlariga xush kelibsizlar. Va mana shu Muhammadjon kelinimiz ikkalanglarga baxt tilayman, doimo baxtli bo'linglar. Opamni yaxshi xizmatlarni qilib, xizmatinglarni ayamanglar. Allohim sizlarga soliha farzandlarni bersin. Baxtli bo'linglar. Navbahor singlimiz, marhamat, sovg'alarni qabul qilasiz. Har kimni ham topgani yaxshi kunlar to'ylarga bersin. Sizga to'ylar, to'yonalar muborak bo'lsin deymiz. Qarang, shu xonadonga to'ylar muborak deb tashrif bergan Navbahor singlimizning qo'shni do'stlari, qo'shni jo'ralari hamda qarindosh urug'lari, Tog'abachcha, Amabachalarni barchalarini davraga raqsga chorlaymiz. Give us something.
suvlar oqar menga o'sha janze yoqar daraxtlarda gullar ko'kar yochar lablaridan o'tkin kelar shunaqa shakar janzelar meni yasirgi mast-mastidan bari divana janzelar ko'klaringning gilosidan ko'nglim to'lar soching tolasidan aybing seni olay chiroyli tuqqan janze jonim shamol esa shamoldan daryo bo'lsa daryodan yomg'ir yog'sa yomg'irlardan rashkamanda janzelar meni yasirgi mast-mastidan divana janzelar meni yasirgi mast-mastidan divana janzelar Nishonaylar, sindirlar, yuraginglar, kimdirlar, gapirmaysan, gapir janzelar, meni yasirgi mast-mastidan divana janzelar, meni yasirgi mast-mastidan Şanlısan, alsan, başımda alsan ne çok yalama Sırtırdın yalama Ağzının boyda Selam çıldırın ağlayı boyda İcarasa oynatma sırrını boyda